Assalomu alaykum hammaga. Mana Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham yakunlash arafasidamiz. Tungi holatiga tayyor qilib qo'ydik. Bu joyimiz ham polniy konteyner profillaridan bo'ldi. Mansardli tom. Bu joyimiz razmeri 15 ga 20 bo'lib, bu tomonlari 1 skat. Xudo xolasa kimda shunaqa joylar, obyektlar bo'lsa, konteynerdan yopiladigan joylari bo'lsa, 88 lik kodi bilan 338 1595, 93 lik kodi bilan 805 1595 nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Xizmatlarimiz Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab bespasredniy. Xizmatlarimiz ichiga kiradi bundan tashqari mini stadion, to'yxona, molxona, uylarni tomi, har xil turdagi naveslarni ham qilib beraveramiz. Eng glavniysi 27-28 metrgacha bez ustun yopib beraveramiz. Xudo xolasa qimillamay turib beraveradi 28 metrgacha bez ustun bo'lsa. Agar arkali bo'lsa 30 metrgacha ham qilib beraveramiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, hozircha 170 mingdan tortib 250 mingga kvadrat to'g'ri keladi. Buni tomni holatiga qarab, qanaqa ketadigan materialni hisobini chiqarsak, shu holatiga qarab 250 mingga bo'ladi.